Bugun menda dastyor bor, ishlarimni hammasiga qarashvordi. Seni kelganingdan foydalanib bir manti qilay bugun dedimda mantini boshlavordim. O'zi ham ishimga aralashaverib xamirni ichiga qorilib ketay dedi. Xamir qilaman desam, men xamir qilaman deb turib olsa bo'ladimi? Asosiy joylarini o'zim qilib berdim, lekin unga ham ora-orada qarashishiga yo'l qo'yib berdim. Chunki hozir ularni ayni qiziquvchan va hamma narsani bir sinab ko'radigan payti. Kuching mendan ko'proqdir deb xamirlarni mushlatib oldim. Yosh bola bilan ish qilish shunaqa qiyin ekan, hamma ishimga aralashaverib ba'zi joylarini videoga olishga ham ulgurmadim hattoki. Morozelkamiz o'zi ham go'shtimizni muzdan battar muzlatib tashabdi. Zo'rg'a ajratib oldim. Xamirni zuvalachalarga ajratib yoyishni boshladim. To'g'rirog'i yoydirishni boshladim. O'zi pakanagina, stolga bo'yi yetmaydi. Tagiga stulchik qo'yib chiqib yoyaman deb turib olsa bo'ladimi? Mayli, zerikkunicha yoya qolsin deb qo'yib berdim yoyishiga. Keyin qarasam, o'zi obed bo'lyapti. Tez tugatishimiz kerak dedimda, "Obke bu yoqqa" deb o'zim yoyishni boshladim. Men xamirini bir yog'li qilgunimcha oyim qiymalarini tayyor qilib qo'ydi. Bunaqa ishlarda sizga sherigingiz bo'lsa, ishingiz juda ham unumli bo'ladi. Oyim mantini moylayotganda moyni ayamasang, o'zi listdan dumalab tushib ketadi deb o'rgatgan. Ustiga piyozni qovurayotganimda faqat tillarangdan sal o'tib ketib qopti-da. Lekin bu bizning ishtahamizga ta'sir qilgani yo'q. Afiyat olsun azizlarim, afiyat olsun.